Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 2003 yili 11 oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq edir. Avtori Muhammad Osman. 25-bob. Qonliq edir. To'xtining qismlari Maralbeshi bozoridan chiqib, Qashqarga qayriladigan achalga yaqin joydagi Edirlikni o'ziga istehkom qildi. Edirlikning bir qismining osti shig'illiq bo'lib, üstünü boranlar qumga bastırıvetken idi. Qalğan qismi əslidinla qumluq bolub, etiz qırları siman qum dövləri payansız edirlik hasil qılğan idi. Öyle yığın fəsillərdə yaqqan yağmurlar taram-taram yaqinlar bilan xalğan tərəfə ravan bolsa, bir qism joy shuncha yağmur bilanmo təşnalıqı qanmay qağjırğan peti turatdi. Aralab ösümliklər daldısida dövülünüp qalğan qum dövüləri uruş vaqtida muhim strategiyalik rolni oynaydi. Biroq bu yerda uzoq turg'ili bo'lmaydi, chunki suv yo'q edi. Quduq ko'lgan bilanmo suyi tuzluq chiqatdi. To'xtining qo'shinlari bu joyda turayotganiga 3 kun bo'lgan bo'lsa-mu, keladigan dushman texicha ko'rinmaydi. Guma qag'iliqdagi qismlarning kelishi bilan odam soni 10 mingga yetdi. To'xtining xiyoli bo'lsa kichik Axunda edi. Uning qo'shini ilishayotgan dushman 30 mingdan oshadi. To'xti orqa-orqadan ting-tingchilarni mangdirgan bo'lsa-mu, texicha xabar yo'q edi. 5-kuni bo'lganda Aqsu tarafga ketgan ting-tingchilar qaytib kelib To'xtiga ma'lumot yetkazdi. Ma'lumot, so'zlang. Tidu degan ambal 14 ming lashkarni boshlab Aqsuga keldi. Bu navbat kelganlar Lanju, Ganju, Suju lashkarlari ekan. Ularning kaynidan yana 15 ming lashkarni boshlab Zongdu degan ambal kelayotgandekmish. Dushman qo'shini otilishda 14 ming bo'lgan bilan amaliyotda 10 dan ko'p bo'lsa kerak. Aqsu shahriga sig'may Qizil Ko'vrak atrofidagi yerlarni egilab, yo'llarmo to'silib ketibdi-dek. Uxtom, arameling. To'xti uning dokladini anglab bo'lib, dushmanga taqobil turish tadbirlari ustida o'ylanayotdi. Maralbeshi tarafdan chang to'zon ko'tarildi. Orqadan qizil alamlar ko'rindi. To'xti jazm qildiki, bular kichik Axunning qo'shini bo'lib, hozir 2000 atrofida odami qolgan edi. To'xti taqozzoliq ilkida kichik Axunning oldiga bordi. Kichik Axunmu otdan sakrab tushib, To'xtining oldiga keldi. Ikkalan quchoqlashib ko'rishdi. Kichik Axun odamlari tarafga burilib, ko'zlariga yosh oldi. Ko'nglingizdagini tushundim. To'xti kichik Axunga tasalli berib aytdi. Shuncha ko'p dushmanga ozgina odam bilan taqobil turib, hayot qilishning o'zi bir mo'jiza. Dushman lashkarlari nerda qoldi? Sugat buloqda ayrildik. Hozir Qashqarda bo'lsa kerak. Valixon To'richu, sizning farzingiz to'g'ri chiqdi. Qandoq? 15 ming odamni agashtirib qochibdi. Nega? Qo'qandiki bo'lmay nega bo'ladi? Qashqarning hozirgi ahvolini uqdingizmi? Uqdim. Qandoqkan? Chin qo'shinlari besib kirgan kuni Valixon To'ridan bizar bo'lgan Qashqar xalqi Chin lashkarlaridan yaxshilik kutib oldiga chiqqan ekan. Chin lashkarlari shaharga kirib bo'lgandan keyin xalqning mol chorvalari, ochliq tuduklari, o't samonlarini bulab talabdi. Qo'zg'olonga qatnashganlarni nihoyatda qattiq qiyin qistoqqa olibdi. Salla gumonliq deb qaralganlarni qattiq qiynabdi. Qiyin qistoqqa chidamay, yolg'on iqror qilgan nurg'un beguna odamlar jinoyatchilar qatorida bir taraf qilinibdi. Xalqning dastlabki kulkisi amdilikda yig'izor, asrat nadomatlar bilan almishibdi. Valixon To'ri bilan ketganlarmi amalsizlikdan ketibdi. Ketmagan bo'lsa, mushu qatorda baribir o'ltirlar ekan. Yingsarchu, Yingsar xalqi Valixon To'rining qirg'inchiligida qechib, tog'larga chiqib ketgan ekan. Ehtimol bu kemga ularni toptirib kelib, Qashqarda qilganni qilyotadigandir. To'xti bu xabarni anglab xiyolga cho'mdi. Uning ko'z oldidan Hasan Turk fojiasi, jangovar obrazlar bir-birlab o'tdi. Yakan xalqini o'ylaganda
vücudini titrek bastı. Savur, Abdurrahman, suyumlik Mahbubi Reyhan va Zumrat xonimlarni o'yladi. Dushman Qashqarda qilganlarini yakandimi qilganmidi? Undaqda Savur, Reyhanlar oilasi qandoq bo'lgandi? Turibla ko'ngliga Hasan Turkning beshining almishib qilish vaqasi kechdi. Buni Sepil atrofida dushmanga zarba berib turayotgan noma'lum qo'shin vaqasiga bog'lab, Savurning ishi bo'lsa kerak deb bildi. Chunki Savur nihoyatda yuraklik yigit bo'lg'achqa, to'xti yakandagi tashkillash ishlarini uningga topshirgan edi. Shunda xiyollar bilan bir nuqtaga tikilganicha o'ltirgan to'xtining kichik Axunning "Av tarafdan bir otliq kelyapti" degan ovozi cho'chitibdi. "Qani, ana Achal tarafdan kelyapti" Ikkisi egiz qum dövsining tuvida edi. To'xti o'rnidan turib qarab, "Bizning ting-ting chikan" deb yo'l tarafga mandi. Bir pasda ting-tingchi yigit yetib keldi. To'xti uning doklatiga taqozo bo'lib so'radi. "Yangi xabar bormi?" "Bor." To'xti bilan kichik Axun uni bir chetga tortdi. "Oldirmay tafsiliy so'zlang. Dushman qo'shinlari Davuztog' o'tingiga kelib tushgan ekan. Achal tarafga qarab kelyapti. Qashqarga baramdi yoki Yakanga baramdi, hozircha bilolmadik." "Yakanga bordi" dedi To'xti. "Ular Qashqar bilan Yengsarni Valixon to'rining qo'lida deb biladi. Meningcha Valixon to'rining qochqanligini uqmiz kerak." "Dushman tarafdan teng-tengchilarni uchratdinglarmi?" "Yo'q. Odamlar ko'pmikan? Buningga gap to'g'ri kelmaydi. Usi buzilgan qora chumulning o'zi beshi nada, oxiri nada bilgil bo'lmaydi." "Xabarchi?" to'g'lidi To'xti. "Bor." 18 yosh atrofidagi egiz bo'y bir yigit yugurib keldi. "Odamlar qo'rsoqlarini to'ydirib, jangovar holatga o'tsin." "Xo'p." "Kichik Axunka." Odamlari tarafga ketayotgan kichik Axun qaytib keldi. "Yaringiz qandoq?" "Hech vaqasi yo'q." "Undaq bo'lsa, sizning odamlaringiz hozircha aram elib buyruq kutsin. Jangga ahvolga qarab, oxirida kirsin." "Nimishqa?" "Hozircha aram elib zapas turib tursin." 105, 1005 pansatlar bir-birlab chaqirtilib, ayrim-ayrim vazifa o'rinlashtirildi. "Bugun oyga necha?" To'xti kichik Axundan so'radi. "Hijriya yili o'rilgili bugun 15 kun bo'ldi." Kichik Axun javoban tushuntirib aytdi. "Hijriya bo'yicha hisoblaganda bugun 1274-yil Muharram 1-oy. Muharramga 15, milodiya hisobida 1857-yil 7-oy kirdi. Biz qo'zg'alg'ili oy hisobida 4 oy, kun hisobida saq 90 kun bo'ldi." "To'g'ri dedingiz." To'xti kulib tasdiqladi. "Milodiya 1857-yili deganingiz Shanfang 7-yili bo'ladi. O'tgan yil xo'jayinimdan so'rasam, bu yil Shanfang 6-yil, ajdaho yili. Kelar yili Yilan yili kirdi degan edi. Sizning deganlaringiz to'g'ri chiqdi." Kichik Axun chaqchaq qildi. "Siz yanala o'zingizning Manju yilini qo'llandikansiz-da?" "Ha, rost." Kichik Axun gap boshlashga taraddudlanayotganda, Achalning yuqori tarafidagi tub-tuz sayliqda seriq, qizil va boshqa ranglardagi bayroqlarni ko'tarishgan ching chiriklari paydo bo'ldi. To'xtining buyruq berishi bilan butun qo'shin o'zini daldiga oldi. Chiriklar idirliqqa kelganda kech peshin bo'lgan edi. To'xti belga o'qi chiqarib, buyruq berish bilan yo'lning ikki tarafidagi pistirma qo'shin hujumga o'tib, hash-pash degucha dushmanning 4-500 cha lashkarni qirivatdi. Qolganlari aloqzoda bo'lib orqaga qochdi. Bu oraliqda dushman taraf o'zini o'nglab olib, rasmiy hujumga o'tdi. Ikkala tarafning top zambiraklari bas-basda etilmoqda edi. Texi yilila nur chichib turgan quyosh istutaklar orasida g'oyib bo'ldi. Qo'yiq puruq isi jang maydonini soyibandek qildi. Gumburlashlardan quloqlar pang bo'lib, birovning ovozini yana birov anglag'ili bo'lmaydi. Hozir saq odam bir o'q bilanla yo'q edi. Odam o'liklari dastidan
Dəstugidek yer chiqmaydi. Goya osmondan qon yomg'iri yaqqandek, odamlarning ustuvoshlarimu qon, yer zaminmu qon edi. Odamlar top o'qlariga qarmay, nayza, shamsharlarni o'ynatib geralashma jangga kirishib ketgan. Bo'g'izlangan kanaylardan qon o'qchib chiqatdi. Tenidan juda bo'lgan boshlar tilini to'g'ri tishlab sakraytdi. Dunyoga odamzod oprida bo'lgandan beri buningdek vahshiylik ko'rilmagan desak mubolag'a bo'lmaydi. O'chmanlik shu darajaga yetgan ediki, tutishqanlar odam bir-birini o'ltirmay qo'ymaydi. Oxir qo'zg'olonchi qo'shinlar giralashma jangda kuchlik kelib, dushman qo'shinlari chekindi. To'xti ehtiyot yuzidan odamlarni qaytirib keldi. Yarim kun davomlashgan qattiq ilishishda qo'zg'olonchilar tarafdan 2000 dan ortiq odam chiqim bo'ldi. Dushman qo'shinidan o'lganlar 5000 dan oshdi. Әтсі subhi yorishiga dushmanlar yana zambirak etishga boshladi. Oxirgacha ilishmay bo'lmaydi. Quyosh chiqib uzoq o'tmayla dushman taraf yordamga avatgan Zongdu boshchiligidagi 15 ming chirik yetib keldi. Ularning ikki turkumdagi lashkarlari oldida qo'zg'olonchi qo'shin ozla edi. Tushgacha davomlashgan jangda To'xtining odamlardan ko'pi o'lib, 2000 atrofida qoldi. Düşman tarafni alsaq, Tiduning odamlaridan necha yuzlar qolgan edi. Kichik Axunmu qo'shinini boshlab jang maydoniga kirib ketgancha qaytib chiqmadi. Shundaqdimi, qarab turishga bo'lmaydi. Endi jangga To'xti o'zi atlandi. Uning yigitlari mahir chavandozlardan edi. Yigitlar shundaq jang qildiki, ro'baro kelgan chiriklarning birisimi tirik qolmadi. Jang qiyomiga yetganda Maralbeshi tarafdan mingdek odam chiqib keldi. Ularning qo'llarida cho'moq, kaltak bor edi. Ular kelibla jangga kirib ketdi. Bu Savur tashkillagan qo'shin bilan Poskam qo'shinlari edi. To'xti ot choptirib ketib, Savurni to'nidi. To'xtining ustivishi g'arq qon edi. Savur bilan ko'rishib ahvollashqisi bo'lsa-mu, fursat yo'q edi. Savurning yigitlari o'ynatgan kaltak cho'moq shundoq qarga keldiki, zarbasiga uchirgan odam o'lib yoki chala o'lik bo'lib yiqilatdi. Otning oyg'ida dasilib qardan chiqatdi. Bular to'g'risida shu kunki bir xotiriga mundoq yozilgan edi. Qo'lida cho'moq bor, miltiq yo'q turur, va lekin janglarda u qavat batur. Ot silib kirganda jang maydoniga Zarbidin chiriklar malaqlab yatur. Qo'zg'olonchi qo'shin qattiq qarshilik ko'rsatib jon pidoliq bilan jang qilayotgan bo'lsa-mu, ching chiriklari haddisiz ko'p edi. Shu sababdan qo'zg'olonchilar chiq-chiqim tortdi. To'xtimi ig'ir yaralandi. Shundaqdimi, baturlik bilan jang qilayotdi. To'xtining yon tarafida o'xshash kiyingan qora kiyimlik 8 nafar otliq yigit paydo bo'ldi. Ularning qo'llarida qilich bor edi. Egarda qisturuqliq nayza, mo'rsida bo'lsa o'qya turadi. Ular bir-birlarini qo'g'dab, dushmanning bir to'p piyoda qismlarini ayirib olib, chanashqa boshladi. To'xti bularning yangidan kelib sapga qo'shilganlar ekanligini bildi. Ajoyib ish. To'xtining oldiga nayzini o'ynatib kelayotgan bir chavandoz chirik oraliq necha metr qolganda pushtumtut etidan yiqilib o'ldi. Uning dumbasida o'qya o'qi qadoqliq turadi. Vahshiy chiriklardan yana bir nechasi to'xtiga etilib keldi. Qora kiyimliklar hujumni kelayotgan dushmanga qaratib o'qya bilan nechini mollaq attirdi. Bu chaqda to'xti qansirab mag'dursizlanib ketyotdi. Shundaqdimi, ba'ziga qilich ursa, ba'ziga nayza sanjib jangni davomlashtiryotdi. Kutilmaganda yon tarafidan bir to'p lashkar hujum qilib keldi. Buni ko'rgan qora kiyimlik yigitlardan birisi ayrilib chiqib, dushmanning orqa tarafidan o'qya atdi. Endi dushmanlar orqaga burilib, heliqi yigitga hujum qildi. Ang'ocha uning hamrohlarimi yetib kelib, ilishish boshlanib ketdi. Dushman tarafdan bir nechasi o'lib, bir nechasi chekindi. To'xti jang qilgach,
ichida hiliqi yigitlarning jang mahoratiga opirin aytadi. Ushtumtut to'xtining kaynidan bir chirik ot choptirib keldi. Hiliqi qora kiyimlik palvon yigit ogohlantirib, "To'xti!" deb tovlig'inicha kelib, o'qiya bilan dushmanni halok qildi. To'xti buning Rayhonning ovozi ekanligini bildi. Darvaqa ashu palvon jangchi To'xtini o'limdan qutqizib, chiroq atrofidagi parvonadek aylanib jang qilgan botur Rayhon edi. U To'xtini allaqachon tonigan edi. Shunga jon fidolik bilan qo'g'didi. To'xtining orzusi yo'lida jinini ayamay bir sapda turib jang qildi. To'xti yarasini unutib, birdilla kuch-quvvatga to'ldi. Uning ko'z oldida o'lim emas, balki parlaq quyosh nur chechib turardi. To'xti Rayhonning ajdodlarimizdan chiqqan ayol qahramon Tumaris, yetti qizlarimni misol qilib aytgan so'zlarini esladi. Rayhon To'xti bilan yonma-yon ot choptirib, dushmanga hujum qilib ketayotganda, to'satdan o'q tegib yiqildi. Dushman nayzasini Rayhonga tanglab yugurib keldi. To'xti ot choptirib berib, bir qilich uribla dushmanning bo'ynini uzibatdi. Rayhonni otning oldiga tortib oldida jang maydonidan chekinib chiqdi. Yo'l bo'yidagi egiz do'ngning tuviga kelganda, orqa tarafdan kelgan o'q To'xtining dumbisidan teshib o'tib, otdan yiqildi. Rayhon otdan tushib, To'xtining beshini quchqiga oldi. To'xti bo'lsa, Rayhondan rozi bo'lib, jasoratidan faxrlangan holda tashnalik bilan boqmoqda edi. Rayhonning qon yoshlari To'xtining yuzlariga tamchidi. To'xti hayotlik dunyosidan barg'ansiri yiroqlab ketayotgandek, turibla yerning ostiga tushsa, turibla palakning qahriga o'rlayotgandek tuyg'uda ko'zlarini yumib, uyqusi kelganini sezdi. U mag'dursizlanib ketayotdi. Yuzlariga tushayotgan o'tdek yoshlarni bilib yotadi. "Yig'lamang!" To'xti oxirgi madorini yig'ib kulimsiradi, ammo uning ko'z chanoqlarimi yoshqa to'lgan edi. "Armonim yo'q. Siz mening haqiqiy Tumarisim. Sizni ko'raliginimdan faxrlandim. Afsus, xalqimizning ozodlik olqishlarini ko'ralmadik." To'xti Rayhonning qo'lini tutdi. Lavlari qurib, tilini midirlatqudekmi hali qolmadi. Yurikida Rayhonga deydigan nurg'un so'zlari bor edi. Biroq qancha urinibmi ifodalayolmadi. Atrofida savur bilan bir qancha yigit va qora kiyimli qizlar turganligini g'uva ko'rdi. Ularning yosh sirg'ayotgan ko'zlari bir nimalarni da'vatgandek qiladi. Biroq anglayolmadi. Tasallimi berolmadi. Rayhon To'xtining beshini quchqiga ilib o'ltirib, ruhi chiqib ketayotgandek bo'ldi. U To'xtidan ayrilib bir kun yashashnimi xohlamaydi. Shu topda Xudodan uning jini bilan o'z jinini bir qatorda qabz ruh qilishni tilayotdi. To'xti texi hayot edi. Rayhon asta ingishib, issiq lavlarini lavlariga qo'ydi. To'xti ko'zini lappida ichib, Rayhonga kulka bilan tasalli bermoqchi edi. Ammo ko'z oldida olam cho'rgalab, Rayhonning quchqida yotgan peti palakda parvoz qilib, nihoyatda yiroqlarga ketayotgandek bo'ldi. Bu o'lim oldidagi eng oxirgi daqiqa bo'lib, faqat Rayhonning tiniqlari bilanla nafaslanib turayotdi. U Rayhonning qo'lini adoqqa qitim ching qisdi. Bu mangulik muhabbatning beshorati edi. Ondan bir o'mchibla ko'zi ochiq peticha olamdan ketdi. Atrofidagilar uning jon talpis qilgandagi ifodalaridan olamdan o'tganligini bilib, yum yosh oqturganicha ruhiga duo qilishdi. Rayhon lavlarini texicha uning og'zidan olmay, xudini yo'qotganicha turardi. Yana bir to'p chiriklar varqirishib keldi. Motamdorlar o'zlarini o'nglab bo'lgacha bir pay o'q kelib Rayhonga tegdi. O'q dal yurakni teshib o'tib ketgan edi. Rayhon lavlarini To'xtining lavlaridan ajratmagan peti mangulik uyquga ketdi. Yigitlardan nechisi jang maydonidan ayrilib chiqib,
yovuz dushmanga zarba berdi. Ondan qurbonlarning namozini shu yerdala o'qib, o'z kiyimlari bilan opirib, Maral beshiga mangdigan yo'lning oyoq tarafidagi qum do'ngni ko'lab, dafna qildi. To'xtining o'limini jang ustidagilar texi uqmagan edi. Savur qatarliqlar To'xti bilan Rayhonni dafna qilib bo'lgandan keyin yana jangga otlandi. Amdiki ilishish qilich, nayza bilanla davomlashmoqda edi. Kech kirib jang to'xtaganda qo'zg'olonchi qo'shindan faqat bir necha yuzla odam qoldi. Kichik Axun, Yo'lvoz, Tursun, Kerem qatarliqlarning hech qaysi ko'rinmaydi. Hayot qolganlar To'xtining shahid bo'lganligini anglab hasratlar chekdi. Kechisi jang maydonini aqtirib yurib, xili ko'p jangchilarning jasadini topdi. Bularning orasida kichik Axunning jasadimi bor edi. Jasadlar To'xti bilan Rayhonning atrofiga dafna qilinib, beshiga ayrim-ayrim shoh belga qadab qo'yildi. To'xtining beshiga qadigan xadaga oq lata, Rayhonninkiga qizil lata alam suftida esib qo'yildi. Ondan o'lmay qolganlar maslahat bo'yicha o'z yurtlariga tarqab ketdi. Tidu bilan Zondo dehqonlar qo'zg'olonchi qo'shinini mag'lub qilgandan keyin Qalduq lashkarlarini boshlab Qashqar bilan Yakanga qarab ilgirladi. Bu xabar yetib kelishi bilan Yakan shahrining xilidan buyon taqilib turgan darvozalari va Qashqar Yangi qo'rg'onining qovuqlari ochilib, Afardun Vangning yuragi iziga tushdi. Ularning amdiki ishi dehqonlarni tutib, xohlagancha qamab so'roq qilish edi. Nurg'un begunoh kishilarni qo'zg'olonchilarning shiriki deb qiyin qistoq orqali iqror qildirib, jallodlarga kallasini oldirdi. Afardunning qo'lida o'lganlar Valixon to'rining qo'lida o'lganlardan hargiz kam emas edi. Buninglik bilan bo'ldi qilmay, urushdan keyin tarqab ketganlarning dirikini qilib, urug' tuqqanlargacha qirib tashladi. O'z yurtini tashlab ketib qutulib qolganlar bo'lsa, ömrünün oxirigacha To'xti Manjuning zaratgohligini yo'qlab duo takbir qilishni tashlamadi. Atush dehqonlar qo'zg'olonida ezilgan dehqonlarning istibdod Qing hokimiyatining yerlik amaldori Afardun Vangning zulmi va ekspluatatsiyasiga qarshi jang qilib to'kkan qini bilan bo'yalgan bu idirlikning nomi To'xti Manjuning qumi deb ataldi. İnqilobchilarning dushmanga qarshi qonliq kurashlari rivoyatga aylandi. Qahramonlar dafna qilingan qum dovisi heligacha saqlanib, ajdodini yod etadiganlar yanila tug' shodalarini yangilab, qabra o'rnini yo'qotmay kelgan bo'lsa-mu, ko'nalarning olamdan o'tishi bilan keyingilar asta-asta unutib, biror darvish ko'milgan joyni ulug' mozor atab, necha kunlik yo'lni piyoda besib kelib, tavob qilishga odatlangan bu yurtda kelgusi avlodlari uchun qon kechib jang qilgan milliy qahramonlarining bosqan izlarini asligili odam chiqmasligi ancha ajablanib ketadigan ish emas edi. Yana shu qitimqi jangda qonlari idirlarda qiyon yasab eqib, zaminning tuproq qavatigacha qizil loy hosil qilgan 10 necha ming fidoyi shahid kepanlashmo nisb bo'lmay titma talang kiyim-kechaklar bilan jang maydonida qilib, atlari yirtqichlarga yam bo'lgan, so'ngaklari idirliqni ibtidoiy o'rmonliqdek qaqshalliqqa aylantirgan edi. Yillar bo'rini ba'zilarini tuproqqa ko'mib, ba'zilarini qayoqqadir uchirib tugatdi. Saqlanib qolgani faqat dehqonlar qo'zg'oloni mag'lub bo'lgandan keyin Afardun Vang o'zini Shoh Bahodir Xon deb atab, orda xushomadchilardan xalq dushmaniga aylangan Molla Abdug'appar bilan Molla Yaqub Mikrobiga yozdirgan jang xotirasi bo'ldi xolos. Men har qitim ashu idirliqni besib, zaratgohliqning yenidan o'tganda shahid bo'lgan necha ming qo'zg'olonchi hayotdakla ko'ngil ko'zlarim oldida namoyon bo'ladi. Kepansiz arvohlar oldimni to'sib, bu idir bosh bilan bo'lgan edi soy, qiyondek qon eqib qumlar qizil loy. Ozodlik yo'lida shuncha qon to'kib,
Немишqa qalduq biz tilga ilinmay, deb savol qo'yayotgandek tuyuladi. Uning ustiga taqdirning qismati bilan ayni chog'dagi jang xotirlari qo'limga tushib qolganlikdan o'z vaqtidagi o'rda amaldorlari bilan aniqlabchi bosh qahramonlarning ism va ishlarida yasalmalik keltirib chiqarishdan saqlanib, inqilob jarayonlarini bir qadar aynan suratlab berish imkoniyatiga erishgachga, erkinlik babidagi qonliq izlarning deraksiz g'oyib bo'lib ketmasligi uchun bu xotirni yezib qoldirdim. 2001 yil 12 ayning 13 kuni yezib bitkizildi. 2002 yil 2 ayning 16 kuni tuzitib tamomlandi. Avat tugidi.